U shunchaki qisqichbaqa emas, u dengizdagi Tayson. Mantis qisqichbaqa haqida eshitganmisiz? U shunaqa tez zarba beradiki, akvarium oynasini bemalol sindiradi. Zarba tezligi soatiga 100 km. Bu degani 0.002 soniya ichida uradi. Bruce Lidan ham tez. Bu mayda sportchi suv tagida raqiblari bilan boks tushadi. Uni to'xtatish deyarli imkonsiz. Bahodir Jalolovga o'xshab. Zarba paytida esa suvda kavitatsiya pufagi hosil bo'ladi va bu pufak portlaganda yana bitta uradi. Bitta zarbani hazm qilishdan oldin choq etib ikkinchisini yeb oladi. Portlash vaqtida harorat 4000 gradusgacha chiqadi. Shunaqa kuchliki, barmog'ingizni sindirib yuboradi. Uning ko'zlari esa 12 xil rangni ko'radi. Inson esa atiga 3 ta. U hatto polarizatsiyalangan yorug'likni ham ko'radi. Bu hasharot ko'rish dahosi hisoblanadi. Xulosa, bu jonivor dengizdagi Tayson. Yodingizda bo'lsin, agar inson bu kuchda u kimni ursa, kamida narigi mahallaga uchirib yuboradi. Videoni o'zidan baquvvat yasab olgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar.